Hardi-Vaynberg qonuniga oid yana bir masalamiz. Ya'ni bunda jinsiy X xromosomaga birikkan holdagi belgi bo'lsa qanday ishlanadi? Xo'p, bizda berilyaptiki, insonlarda xromosomaga, ya'ni jinsiy X xromosomaga bog'liq ko'z shakli genlar mavjud. Katta K geni, demak, ko'zning yirik bo'lishini ta'minlayapti. Kichik K geni esa uni kichik bo'lishini, ya'ni ko'zning kichik bo'lishini ta'minlab beryapti. Va bizda aytyapti, populyatsiyada erkaklarning 40% yirik ko'zga ega, ayollarda yirik ko'zli odamlarning foizini aniqlayapti. Demak, erkaklarda alohida, ayollarda alohida beryapti. Xo'p, ayollarda XX holati keladi, erkaklarda esa XY holati keladi. Bu degani erkaklarda faqat bitta X xromosomamizda gen joylasha oladi xolos. Y ga o'tolmaydi. Nima uchun? Chunki X ning gomologi bo'la olmaydi. Bu aynan jinsiy X xromosomada joylashsin deyapti, aynan mana shu K genlarini. Xo'p, ayollarda pi kvadrat plus 2pi q plus q kvadrat formasiga tushaveradi Hardi-Vaynberg qonuni, ya'ni yig'indisi 1 ga teng bo'ladi. Erkaklarda esa pi plus q teng 1 ga tushadi xolos. Nima uchun pi kvadratga ko'tara olmaymiz? Chunki jinsiy X xromosoma faqat bittagina xolos. Bizda bu gen heterozigota yoki gamozigota dominant holatda kela olmaydi. Ya'ni erkaklarda katta K, kichik K yoki kichik K holatlarda kela olmaydi. Bu uchala holat ham chiqmaydi. Ya'ni birortasi yo'q degani bu uchala holatdan birortasi yo'q, chiqmaydi. Xo'p, endi ayollarda-chi? Ayollarda bu uchala holat ham namoyon bo'lishi mumkin. Demak, erkaklarda pi plus q teng 1 bo'lsa, demak, ko'zlari yirigi deyapti 40% ekan. Bu degani 0.4 ulushda. Q ga qancha qolyapti? Demak, 0.6. Bundan topib oldikki, biz kichik K genini uchrash chastotasi 0.6 ga, katta K genini uchrash chastotasi 0.4 ga. Endi ayollarda hisoblaymiz. Ayollarda kelishi mumkin qanday holatlarda? Ayollarda ko'zi yirik bo'lganini so'rayapti. Ko'z yiriklar qaysilar? Demak, katta K holati, X katta K, X kichik K holatda keladi. Ya'ni ikki xil holatda. Demak, ikki xil holatda, demak, bu pi kvadrat formulaga, bunisi 2pi q holatga to'g'ri keladi. Xo'p, pi kvadratimiz qancha bo'ladi? Pi kvadrat pi ni o'rnida demak 0.4, chunki dominant genimiz 0.4 ga teng ekan. 0.4 ning kvadrati. Endi buni 0.4 ning kvadrati 0.16 foizga o'tkazsam 16%. Demak, 2pi q ni hisoblayman. 2 ko'paytirilgan pi ni o'rnida 0.4, q ni o'rnida 0.6. Xo'p, 0.4 dan 0.6 ga ko'paytirsam 0.24, 12 ga ko'paytirsam 0.48, foizga o'tkazsam 48%. Demak, 48% heterozigota holatda, 16% esa gamozigota dominant holatda. Endi qo'shib qo'yaman ikkalasini, demak 16% plus 48% chiqyapti. 64% ko'zlari yirik bo'lgan ayollar. Javob demak C javobga to'g'ri kelyapti.